Zata Corona bo'yicha shunaqa qarzlar bormi? Buning uchun kim sizlarga yordam beradi? Zata Corona qiroli, assalomu alaykum. Ya'ni qirol uyga qaytdi deydi-yu. Ukam O'zbekistondan keldi, juda ham zo'r yangiliklar bor. Abubakir Safayev Moskvada o'zining ofisini ochyapti. Xudo xolasa. Inshaalloh nima yangiliklar bo'ladi? Aynan bilaman, ukamni ko'pchilik shu Zata Corona orqali taniydi, lekin ukam juda ham ko'p vatandoshlarimizga yuridik taraflama va ko'p yordamlari teggan. Hozir qisqacha informatsiya berib qo'ymoqchimiz. Mabodo ukamni uzoqlardan istab yurmasa, telefon qilsa olmasa, ofisi aynan bizga yaqin joy, ya'ni bitta jamoamiz, xudo xolasa, tez kunda ofis ochiladi. Xudo xolasa. Hayotbek aka, to'g'ri aytdingiz. Ko'pchilik mana kommentariyalardan yozmoqda, bog'lana olishmayapti yoki yozishi va tez javob olisha olmagan sababli, xudo xolasa mana o'zingiz xabardorsiz, ofisni ochsak, shu hamma insonlar kim qanaqadir muammolar bilan qiynalib yurgan bo'lsa, xudo xolasa ofisimizga kelishadi va lично men bilan va meni yordamchilarim bilan xudo xolasa suhbat qilib, barcha muammolarga yechimlarni topamiz. Xudo xolasa hammaning mushkulini oson qilamiz. Ishni men sana aytib qo'ymoqchiman. Zata Coronadan qarzdorligi borlarda bostirib yechib berasizmi yoki kimlarga yechib beramiz? Qarzdorligi agar huquqiy tomondan to'g'ri gapiradigan bo'lsak, bekor qilinadi. Qaysi holatda? Agarda u insonni bu qarzdorlikni rasmiylashtirishda xabari bo'lmagan bo'lsa, ishtiroki bo'lmagan bo'lsa va bu ushbu pullar o'sha insonning kartasiga tushmagan bo'lsa, ya'ni moshennichество в сфере кредитования deyiladi. Mana shu statya bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atiladi va ana shu qarorning asosida, ya'ni jinoiy ish qo'zg'atilib, bu o'sha insonni jabrlanuvchi deb topilgandan so'ng, ana shu qarorlar asosida qarzdorlik bekor qilinadi. Bekor qilinadi. Agar o'zi olmagan bo'lsa, agarda o'zi olgan bo'lsa yoki kimgadir olgan bo'lsa, u yo'q. Yo'q, albatta, bu albatta tekshiruvlar o'tkaziladi aka. Hammasi ko'rinadi. Yolg'on gapirgan bo'lsa, yolg'on ko'rsatma bergan insonlarga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atiladi. Agarda u inson qarzdorligi o'zi olgan, ishlatib olgan, to'lamayapti, o'chirib bering deydigan bo'lsa yoki bo'lmasa birovga olib bergan u tuhmat qilib, menga aytmasdan olibdi, boshqa qilibdi deb har xil ko'rsatma beradigan bo'lsa, bu qarzdan bekor qilib bo'lmaydi. Sizga o'ziga jabr bo'ladi. Sizga aloqa chiqishdan oldin rost bor haqiqatni aytish kerak, ya'ni shustirlik qilmash kerak. Shuni bilan sanab qo'ymoqchi, nafaqat shu Zata Corona bo'yicha biz yana nimalar bo'yicha yordam bera olamiz? Xudo xolasa, Moskvada o'zingiz bilasiz, car sharing, DTP mavzularida juda ham katta muammolar mavjud. Birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda bizni hamyurtdoshlarimiz qaysidir jinoyatda ayblanayotgan bo'lishi mumkin. O'g'rilikda yoki bo'lmasam qanaqadir tuhmatda. Bu degani jinoiy, administrativ, fuqarolik, boshqa semiyli ishlar bo'yicha ham xudo xolasa o'z yordamimizni qo'ldan kelgancha ko'rsatamiz. Ya'ni O'zbekiston fuqarolarini, xalq huquqlarini suiiste'mol qilayotgan shaxslarga nisbatan aynan O'zbekiston fuqarosini zashat qilamiz. Tez kunda Moskvada inshaalloh shu o'zbek o'quv markaziga 2 qadamli joyda ofis ochiladi. Inshaalloh tabriklayman. Ochilishida billa bo'lamiz.